Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun ham yana video qilyapmiz. Ko'pincha videolarimiz kashtalar chiqib qolyapti. Buni sabab o'zim video olyapman. Masalan, ertalabki video olmasa ulgurmay qolyapmiz. Videoga ham masalan hozir 7 ta video olishni boshlayapmiz. Shuni sababi shuni hisobiga videolar sal sifatsiz bo'lib qolyapti. Chunki oldi kamerada olinyapti iPhone'da. Oldi masalan bilsanglar, shogird olardi. Shogird kelguncha masalan ulgurmay qolyapti. Shuni hisobiga shunaqa holatda bo'lsa ham tomosha qilib turasizlar. Xudo xolasa, bu payt telefonga yetkazib beraveramiz. Unda boshladik. Bugun sizlarga o'zimizni birinchi sal yangilardan ko'rsatib o'taylik sizlarga. Kecha olib kelgan tovarlarimizdan. Unda boshladik. Hurmatli obunachilar, qaranglar, iPhone 8 holati ko'rib turibsizlar, mana tiniq holatda. Holatlar tiniq iPhone 8 ekan. Xotirasi 64 GB xotiraga, yo'mkislari 100 yo'mkisda. Narxni sizlarga 1.250 ming so'm qo'yamiz. iPhone 8 da 100 yo'mkisda 64 GB xotiraga, holat tinig'ini xudo xolasa maza ishlatasizlar. Keyin yana kelgan 11imiz bor. Mana 11da o'ta tiniqni olib kelib qo'ydik. Ko'rib turibsizlar, o'ta tiniq holatda ekan. Green rangda imekalardan o'tgan holatlari tiniq holatda ekan. Yo'mkislari 81 yo'mkisda 64 GB xotiraga, holatda idealniy holati, narxi $250 puliga arziydigan holatda. Bizlar hamma narsa puliga qarab, masalan, holatiga qarab sotiladi. Xudo xolasa puliga arziydigan holatda telefonlar ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana S15 mana tiniqlarni olib kelib qo'ydik. Nechta desanglar bor, 82lar ham ko'p. Mana ko'rib turibsizlar holatlarni, tamom holatda mana mekalardan o'tgan. Mana A+ ning kategoriyasi ham bor, A si ham bor. Holatlar har xil holatda. $160 dan boshlab $185 gacha S15larimiz bor. 8 GB xotiraga ega. $190 atrofida sizlarga bezdo'nklarni ham qilib beramiz. Sizlarga S15 juda kuchli telefonlar hisoblanadi. S15 ga o'xshab ketadigan bir xil pashti ishlash tezligi, ko'rinishlari ham, masalan, ekranlari ham toza holatda. A82 telefonlari bor bo'lsalar, Samsung Galaxy A82 5G'larimiz bor. Ular ham har xil kategoriyada, A+ ham bor. Holatlari mana ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda, xudo xolasa mana. Imekadan o'tganlari ham bor. Bitta bez imekasi ham bor. Bez imekasini arzonroq qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar holatlarni. Holatlari ham tiniq holatda, 6 ga 128 GB xotiraga ishlashlari chotki flagman telefon hisoblanadi. S20 bilan o'xshab ishlab, chotki maza ishlatsangiz bo'ladi. Keyin bu telefonni juda ko'pchilik taksichi akalarimiz bor. Taksichi akalarimiz juda ko'p ishlatadi. Chunki bu prosessor o'ta kuchli telefon hisoblanadi. Samsung A82 5 ning prosessori kuchli hisoblangani uchun juda ko'pchilik taksi akalarimiz ishlatadi. Chunki masalan, lokatsiya, shunga o'xshagan narsalar hammasini yoradi, xudo xolasa. Ishlatib maza qilasizlar. To'g'risi, masalan, A82 ni birinchi men ham ishlatishni boshlagan telefonlarim A90 bilan Samsung Galaxy A82 telefonlar bo'ladi. Chunki ular telefonlar yaxshi holatda ishlab bergani uchun ishlatamiz ko'proq. Keyin sizlarga yana bitta telefon Samsung Galaxy A50 olib kelib qo'ydik. Holatlari yaxshi, o'rtacha holatda, endi chiqqanga qarab 6.28 GB xotiraga ega. Mana ko'rib turibsizlar, mana holatlarni yaxshi holatda. Ekranlari yaxshi, radnoy, ashkina aytgan joyi narxi 1.150 ming so'mga. S20 mana arzonchilarni so'rayapti-lar. Biz sizlarga S20 telefonlarimiz arzoncha variant olib kelib qo'ydik. Ko'rib turibsizlar, arzonchi narxlarda $180 S20 5 chiqadi, $190-200 sotilayotdi. Endi bular holatiga yarasha. Bunisini $175, bunisini esa $180 qilib beramiz. Xudolar puliga arziydi S20 5larimiz. Bular kecha olib kelindi. Zo'r holatda, yaxshi. Bittasini kirishkasi alishgan, shuning uchun $175. Kirishkasi alishmagan $180 qilib beramiz. Sizlarga yana qanaqa arzonchi mana Redmi Note 10 olib kelib qo'ydik. Bu ham qo'yilgan shekilli. Lekin bu narxi 750 ming so'm qo'yamiz. 664 talik holatlar yaxshi holatda. Puliga arziydi, xudo xolasa. Keyin yangi modelimiz Redmi 9imiz. Xotiralari to'xtalib o'tadigan.
Xotiralari 128 GB xotiraga ekan. Narxini 890 ming so'mga beramiz. 6 ga 128 GB xotiraga Redmi 9 telefonimiz 5000 mAh batareyka bilan ishlashlari chotki bo'ladi. Masalan, hozir Note 9 dan ko'ra ancha sustrik hisoblanadi bu telefonimiz. Nimagadir Note 9 cha slabroq ishlab chiqarishgan. Shuni hisobiga ko'proq Redmi 9 oladi juda ko'pchilik. Keyingi modellarimiz iPhone 16 Pro Max kopiyalarimiz bor. Mana 8 ga 512 GB xotiraga ega bo'lar ekan. Ishlashlari ham yaxshi holatda. Zakreplajeniya mana ko'ribsizlar. Kameralari ham 64 megapiksel ekan. Ishlashlari yaxshi. Imeykalardan ikkita sim kartalari yangi patchga bo'ladi $180 dan. Ko'pchilik bizdan 13 Pro so'rayotgandinglar. Mana sizlarga 13 Pro yomonni olib kelib qo'ydik-ku mana. Holatini ko'ribsizlar. O'ta tana holatda 13 Pro. Xotiralari baland 256 talik. Koreya regionda yongslari ham 88 yongsta kamdan kam bo'lib qoldi hozir. 15 Pro Max'lar ham 88 ga tushib bo'ldi. 13 Pro juda zo'r degan 88 yongs, baland yongs degani. Narxini sizlarga $470 ga iPhone 13 Pro telefonimizni qilib beramiz. 78 yongsda 128 GB xotiraga shu yerda chaqnagan hisobiga bu telefonimiz ketadi $280-290 deb sotiladi. Bunaqa hol yongsli holat deyiladi, lekin buni kirishkasini hisobi sizlarga $245 ga iPhone 12 Pro telefonini iPhone 12 narxida qilib beramiz. Sizlarga maza qilsanglar bo'ladi. Masalan, kirishkani keyinchalik alishtirasizlar bo'ladi. 200 ming so'm qo'yib beradi kirishkalarda. Keyinchalik qo'yib olaman desanglar, yaxshi holatda hozirga ishlatib yursa ham bo'laveradi. Keyingisi iPhone 6G S bor, sotib ketdi bu ham 64 talik ekan, ishlashi yaxshi. Buni ham ekran ramdon ekan. Narxini sizlarga 550 ming so'm qilib beramiz bunisini ham. Buni ham xotirasi 64 talik. Xo'p, keyingisi iPhone XR da ikkita sim kartaligi bor. Ikkita sim kartali, yongisi ham baland, xotiralari ham xotiralari ham har xil katta yongish bo'lishi, xotira bo'lishi kerak. Xotiralari 128 ta charego, ikkita sim kartasi ham imeykadan o'tgan. Yongisi 81 yongisi, narxini $190 beramiz. Qimmatroqligining sababi bu ikkita sim kartali. Ikkita sim kartali o'zi qimmat yuradi. Mana bunisi bitta sim kartali. Bitta eSIM bo'ladi, bo'lishi kerak buni. Buni 80 yongisi 128 ta, buning narxi $165. Farqini ko'ribsizlar. $25 cha farq qilyapti. Sababi ikkita sim karta tushirganiga talab ko'proq. Shuni hisobiga Redmi 12si 750 ming so'mga 4 ga 64 GB xotiraga, korobka dokumentlari 3 ga 64 GB xotiraga, korobka dokumentlari bor holatda 750 ming so'mga yaxshi chiqqan telefon Redmi 12C telefonimiz bor. Keyingisi Redmi Note 13 Pro ni $210 holati yangidagina xotiralari 12 512 GB xotiraga egasini olib kelib, korobkadagi zaryadchi ham bor holatda. Ko'pchilik holatlar tana holatda Redmi Note 13 Pro. Poco X6 Pro 5G'lardan bilmadim, naval sarig'i deysizlarmi, qorasi deysizlarmi bor. Sarig'i hozir ishlatishayotgan ekan shoyid bolalar. Ashuna hisobiga mana ko'ribsizlar. Hozir qoralari bor, mana ko'ribsizlar. Har xil xotirada, masalan, bittasi 256 GB xotiraga Poco X6 Pro 5G'miz, qolgani 12 plus 6 ga 512 GB xotiraga egalari. Hop, $220 dan boshlab $265 ga sotilyapti. Korobkadagi zaryadchi, shunga o'xshash narsalarga qarab hisoblanadi. Lekin xudo xolasa Poco X6 Pro 5G puliga arziydi. O'zim ham masalan ikkinchi telefon ishlataman. Xudo xolasa maza ishlatadigan telefon hisoblanadi. Masalan, bu telefon o'zim ishlatayotganim. Endi masalan gamerlarga, PUBG'chilarga, igravoy ishlatishda maza qilib qatmaydigan telefon so'raganlar, masalan Poco X6 Pro 5 juda zo'r telefon hisoblanadi. Masalan Poco X3 Pro bunisi 6 ga 128 GB xotiraga 1 100 ming so'mga, holati yaxshi holatda, ekranlar radnoy, PUBG'da 60 FPS bergan zo'r telefon hisoblanadi. Holigacha buni qadri bor. 1 100 ming so'mga narxi arzonroq beramiz, sababi beskorobka holatda. Technospark Go 2024 modelimiz. Hech qancha ishlatilmagan holatlar, tana holatda 900 ming so'mga. Hop, 4 plus 3 ga 128 GB xotiraga ekan, korobka dokumentlari bor holatda. Xudo xolasa puliga 10 marta arziydi holatdan ko'ribsizlar, tana holatda. Keyingi modelimiz, yangi modelimiz. Hop,
24 ultraga o'xshaydigan ko'pyacha telefonimiz. Kameradan ko'rsa juda chiroyli kameraga ega ekan. 900 ming so'm qilib beramiz. Xotirasi 256 GB xotira ekan. Korobka dokumentlari bor. Imeykalarda o'tgan holatda xudo xolasa. Samsung programma, Samsung holatda ishlaydi. Ki S21 pluslar bor. S21 plus olib kelib qo'ydik. Ko'ribsizlar. Holatlar har xil holatda. 8256 GB xotiraga korobka dokument bo'lmaydi. Bular espartiyalar bo'lsalar, Koreyadan olib kelingan shunaqa hisobga korobka dokumentlar bo'lmaydi. Ikkovi mekadan o'tgan narxni $215 va $230 beramiz. Chunki $230 holatda. Bilsalar kerak, hamma telefonlar xotirasi, holatiga qarab ko'proq nima qilinadi. Endi korpus so'rayotganlar, sizlarga korpuslar bor. 90 yo'nalishda 128 GB xotiraga XR 16 Pro qilingani. Narxi $220. Hop, iPhone XR 14 Pro qilingani 100 yo'nalishda 128 GB xotiraga LLR regionda. Bunisi 2 million so'mga, bunisi $215 ga. Masalan, korpus ham juda ko'pchilik ishlatadi va zavq ishlatasiz bular korpusni ham. Hop, keyingi modellarimiz iPhone 12 modelimiz 75 yo'nalishda 64 GB xotiraga $230 ga iPhone 12. 76 yo'nalishda 128 GB xotiraga $240 ga iPhone 2 telefonimiz. Buni ham holatda ideal holatda usta ko'rmagan, ochilmagan telefonlar. Bunisi 82 yo'nalishda 128 GB xotiraga $260 ga. Kelishgan joyimiz kelish beramiz. Xudo xolasa agar do'konga kelsanglar, albatta biz bonuslar qilib beramiz. Hop, keyingi modellarimiz iPhone 11 Pro 100 yo'nalishda 64 GB xotiraga yangi original usulini batareyaga qo'yilgan. Narxi ashunga yarasha qimmat. Pulga arziydi. Zaryadi bir kunga bemalol yetadi, chunki bular original batareyaga qo'yilgan. Original batareyka o'zining batareykasidan 2 barobar kuchli bo'ladi. Narxini sizlarga $230 beramiz. 80 yo'nalishda 64 GB xotiraga iPhone 11 Pro. Bu ham holatda ko'ribsizlar. Bunisi ham narxi sizlarga $230 beramiz. Bunisi $200 ga iPhone 11. Holati $180 beradi. 73 yo'nalishda 128 GB xotiraga holatda tiniq holatda adashibman. $180 bunisi. Bunisi $200 korobka dokumentigacha bor. 128 GB xotiraga 79 yo'nalishda iPhone 11. Hop, iPhone 1larimiz ham ko'p, xudo xolasa telefon ko'p. Yetkazib harakat qilamiz. Redmi A2 Plus 364 GB xotiraga korobka dokumentlari bor. Narxi 600 ming so'm. Samsung Galaxy A32 koreyskiy kuchliroq varianti 1 million 50 ming so'mga 464 GB xotiraga ega. Redmi 13C 950 ming so'mga 8256 GB xotiraga korobka dokumentlari bor holatda, xotirasi o'ta katta. Redmi A3 4 ga 128 GB xotiraga korobka dokumentlari bor, narxi 850 ming so'm. Keyingi modellarimiz Note 8 Pro o'ta arzon narxda qilib beraylik sizlarga. Mana shu yerda sinig'i bor. Hop, oldi ekranlari radnoy. Lekin shu paytda sir ko'chgan joyi bor. Narxi 600 ming so'mga Redmi Note 8 Pro. Lekin muhimi radnoy holatda ekrani. Masalan, PUBG'larga arzon telefonda, lekin Redmi Note 14 yangi telefon. Hop, bir oy ham ishlatilmagan holatda, tiniq holatda, bilsanglar bular siklgacha ko'rsatilgan qolibdi, zo'roq qolibdi. Hop, narxini sizlarga 8256 talik xotirasi kattasidan ekan. $200, $210 atrofida sotilib, yangisi 2 million 600, 2 million 700 ming so'm atrofida bo'ladi. Buni sizlarga 2 million so'm qilib beramiz. Bir oy ishlagan hisobiga. Xudo xolasa puliga arziydi bu telefonlar, chunki yangi model, yangi yaxshi ishlayapti ekan. Hamma ko'pchilik olyapti hozir. Keyingisi Infinix Note 30 Pro modelimiz. Bu 8256 GB xotiraga ega, 8 plus 8256 GB xotiraga ega. Narxlari 1450 ming qilib beramiz. Korobka dokumentlargacha bor. Keyingi telefonlarga kelsak, keyingi telefonlarimiz ultralar bor mana. S20 ultralarimiz tiniq holatda.
ultralarimizning narxi o'zimizda 4 ta 5 ta bor, holatiga qarab $375 boshlab bu $400 $425 va $450 bor. Yevrolar 425 dan $450 yevro variantlari. 22 ultralarimiz, koreyskilari shu 375 dan boshlab $405 bunisi 20 ultra koreyskiyni bitta sim kartalikda kirishkasi alishgan variant, narxi $290 kirishkasi alishgan xolos. Hamma joy radnoy. iPhone'dan 12 mini modelimiz, holatlari yaxshi holatda, 76 o'ngsta, 64 GB xotiraga ega. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, masalan, Telegram kanalimizga yozsanglar, bu telefonlar masalan liboy xohlagan holatda videolar, buni ko'rsatilgan videolari bor. Sizlarga plus tomoni shu. Masalan, ko'rib, maza qilsangiz, hozir ko'rinmayapti, masalan, oddiy ko'rinadi-yu. Masalan, men ko'rsatyapman, siz orqasini ko'rsatyapman, oldin salpal ko'rsataman. Lekin agar Telegram kanalimiz fonning videolari bor, masalan, fonni obzor qilganmiz, xudo xolasa, do'konga kelsanglar, do'konimiz Andijon, Sharqon tuman joylashgan, trade importer xizmatlari mavjud. Keyin juda ko'p zo'r telefon hisoblangan telefonlarimiz, A32 5G'larimiz 6 ga 4 ga 128 xotiraga ishlashlari chotki bo'lgan holatda 5G podeshka qiladi, ishlashlari zo'r. 5 mAh batareyka narxini sizlarga $100 dan qilib beramiz. Keyingisi Samsung Galaxy A15 modelimiz 6 ga 128 xotiraga, korobka dokumentlari bor holat, narxi 1.550 ming so'mga. Xo'p, keyingi modelimiz Honor X7A Plus modellarimiz 6 ga 128 xotiraga ishlashlari chotki holatda, hamma joy radnoy, korobka dokumentlari bor. Zo'r tomoni qulaylari, batareykasi 30 oqqa beradi, aloqasi vashi bomba bo'ladi. Narxini 1.150 ming qilib beramiz. Redmi 14C 1.450 ming so'mga 8 varianti, bir haftadan ishlatilgan xolos. Yangisi kerak bo'lsa $140 dan $130 yangidan qilib beramiz. 8256 ligini. Yangisini. S10 Pluslar bor, mana S10 Pluslarimiz. Yevro 2 ta sim kartalar. Narxini sizlarga $175 dan qilib beramiz. Keyingi modellarimiz ko'rsatib o'tamiz. Keyingi modellarimiz Xiaomi 10 talarimiz bor. Holat tiniq A+ korobka dokumenti bor. Yo'q va narxini sizlarga 950 ming so'mga va 2250 ming so'mga PUBG 90 FPS shuri igrovoy telefonlar hisoblanadi. Keyingisi Xiaomi 12 Pro 20 mingga qolmay zaryad to'lari 120 watt zaryadchigacha bor holatda $260 ga 8 plus 4 ga 200 watt xotiraga ega Xiaomi 12 Pro. Korobka dokumenti full holatda. Redmi Note 13larimiz 1.650 ming so'mdan 1.950 ming so'mgacha 6 ga 128 xotiraga va 8200 xotiraga ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Redmi Note 11s tanag'i $100 ga 8 plus 4 ga 128 xotiraga korobka dokumentlari bor. Keyingi modelimiz Samsung Galaxy A52 modelimiz 4 ga 128 xotiraga korobka dokumentlari bor holatda, narxi 1.450 ming so'mga. Yana kimga qanaqa telefon kerak bo'lsa, kommentga yozsanglar, xudo xolasa, masalan, kommentga yozib ketsanglar, xudo xolasa bitta o'yin konkurs qilish niyati bor. Xudo xolasa, agar obuna bo'lib Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, xudo xolasa Telegram kanalida konkurs qilamiz yoki YouTube kanalidan, Instagramdan konkurs qilamiz. Do'konimiz Andijon viloyati O'zbekistonda joylashgan, Andijon viloyati Sharqon tumanida joylashgan. O'zbekiston viloyati dastavka qilib beramiz. Oldindan 300 ming so'm, 200 ming so'm atrofida zakat tashlab bersanglar, qolgan to'lovini qo'yib olgandan keyin to'liq qilsanglar bo'laveradi. Kimga barter xizmatlar kerak bo'lsa, faqat do'konga kelsanglar bo'laveradi.